Amerikada yaşayotgan Mariya Muhammad xonimning o'tgan hafta Facebook hisobida xabar qilinishicha, uning otishda jazo o'tayotgan 96 yoshli cho'ng dadasi Abidin Damullam Mushayning 5-kuni turmada jon uzgan va meyiti oilasiga qaytarilmagan. Biz bu uchurning to'g'ri xatoligini oydinlashtirish uchun otishdagi aloqador soqchi organlarga telefon qildik. Ama suntaq soqchixonami otishni? Aslında bu Kayla deb bir kent var mı? Kayla mı? Kayl mı? Şundak. Yok. Andelik Abidin Damullam şu suntaqdın go ha? Ya kumba Abidin depma. Yok, Abidin. Yok. Ma türme tüyep ketken Abidin Damullamniki bu nemis kent qaysi kentdin suntaqdan? Abidin Ayup. Beni soracağım şey. Ha, sizni so'rayapman. Undaydan yok. Yani bu peyçudan milyon olsun son şunime eden olsun son mecmuadan bağlı eden olsun son kullanmayı. Şimdi yakışıklı Mak men kentning ismini topayam, xatirga bir qarab o'tay. Bir minut turing. Mana Abidin Ayub, ustini atush yesi Qayroq. Ha, Qayroq kentiga. Qayroq kentga Bu ustini atishning o'lamda. Bu Abidin Damullam bu qachon tugab ketdi? Bu 96 yoshli kishi, shu turma tugab ketgan. Bu qancha kun bo'ldi shu kishi tukkani? Xabaringiz bo'ldimi sizdan? Ha, sizni so'rayapman yana. Yürümek Qayroq kent bir yerden olmay onun yıldırında aslında. Ya endi mashhur diniy zot emasmi? Mashhur diniy zot shu butun soqchilarga uqtirildi deb bilamiz-ku biz. Yok. 96 yosh. Bundan imamı tutmayın. Telefonimizni qabul qilgan Qizilsuv Qirg'iz Avtonom Oblastlik Adliya idorasi xodimi turmaga tashlangan diniy zotlar orasida Abidin Damullam ismli birisi borligini tilga olish bilan birlikda uning yaqinda vafot bo'lganligini oshkorildi. Ha, qanday bo'ldingiz, yaxshimi? Yaxshi. Bu Qizilsuv Qirg'iz Avtonom Oblastlik Adliya idorasimi? To'g'ri. Turmada jazo o'tayotgan diniy zotlarning ichida Abidin Damullam deb birisi bormi? 90 necha yosh. Mendan qarab taqsam bo'ldi, lekin ba'zima avg'andek. Bir qarab baqing tizimlikka. Ma'qul. Balkim tugab ketdi. O'shalarning yeshimi bo'ldi. Shundaymi? Qaysi kun tugab ketdi bu yoq? Biz o'ylayman bisira. Bu qayerda jazo muddatini qayerda o'tayotgan? Biz otishdi turmada. Otishlik Ag'udikimi? Mariya xonimning bugun radiomizga bayon qilishicha, ustini otishning Qayroq kentida 30 yil imomatchilik qilgan Abidin Damullam hayotini yosh o'smirlarni diniy ilm bo'yicha tarbiyalashga ato qilgan. Bu cho'ng dadamizniki, bu ajindadamiz Qayroq kentninki bir masjidda 30 yil shu imom bo'lib tarbiyalagan bir Xitoyning atalmış madaniyat zo'r inqilob davrida og'ir darajada kurashga tortilgan Abidin Damullam keyingi yillarda yana bir qatam qamoqqa ilinib, bir mezgil riyozat chekkan. 2017-yil 5-oyda, ya'ni 89 yoshida tutqun qilinib, izdireksiz g'oyib qilingan. Abidin Damullam dadamizni 2017-da 5-oyda tutib ketgan paytda, mana ta bugunga qadar aşı ağada çoğun siyasi cinayetlerini ağada bir çok durumu var ki. Aşağıda koyduğum bizim cıhla aşağıda, andan bu çoğun adımız aşağı tüge gitipti, meyitinin vermepti. Telefonimizni qabul qilgan Otish shaharlik soqchi idorasidagi bir xodim Abidin Damullamning turmada jon uzganligi, turma doiralarining meyitni 2 kun to'ng'iltib saqlagandan keyin shaharlik soqchi idorasiga topshirib berganligi, soqchi idorasining bo'lsa meyitni oilasiga topshirmasdan dafn qilib o'tganligini tilga oldi. Ustini otishda Abidin Damullam deb bir diniy zot bormi? 90 necha yoshli, 11 bolasi bor ekan. Shuncha turmaning o'zida bu o'lib ketibdi, turmada o'lib ketibdi. Bu qancha yillik kesilgan? Bu shu 2017'da bo'lish kerak. Shu vaqtdan boshlab turmadagi o'lib ketgan o'rniga turmaga ketmoqda. Qarzdirigan o'qmayman ekan. Bu meyitni bu oilasiga bermoqda olsak, bu soqchi organlariga bergan gapmi? Meyitni beribdi, muzlikdan bergan o'xshaydi. Qaysi kuni bergan bo'ldi shuningda bu? Berganiga 10-15 kun bo'ldi. İlgirki aniqlashtirimizdan ma'lum bo'lishicha, otishda 2018-yili 5 lager va bir cho'ng turma bor bo'lib, turma otishning Ag'u yezisiga joylashgan. Ag'u yezlik soqchixona xodimi Abidin Damullamning meyitining oilasiga qaytarilmaganligini ta'kidlash bilan birlikda, uning otishdagi Ag'u turmasida jon uzganligini dalilladi. Bu Abidin Damullamning bu o'lim sababi nima bo'ldi? Bu nima sababdan tukkan bo'ldi?
Uni men tazina qilib ketmayotgan men sizga bosimish bizning og'soq chiqqandan qo'shimcha muavin boshqaning nomerini deb bersam siz shuni telefonga so'rab boqamsiz. Ha, bo'ldi da. G'olibjon. Diniy zotlar jazo o'tayotgan turma qaysi? Mashhurroq diniy zotlar. Yo'q, unda ağırmaydı. Bundan tatma. Bu şu Abidin Damollam canımızga turma şu qaysi turma şu? Bu ati şehirchilikmi yo, Urumchilikmi? Ağının o'zida. Şu meyitni yerliq qo'ydan siz bormidingizmi? Siz opamidingizmi? Biz dayak bo'lmaymiz. Bu şu turmadan chiqqan bu jasadlarni kim olib bordi, kim yerda kim qo'ydi? Qaysi o'rin yo qaysi eder? Saqchilar turdi. Saqchilar sonda siz bilishingiz kerak qo'nda bo'lsa. Men sizga boynoz dedim, ishlat qilib 3 oy bo'ldi, men onun xabarim yo'q. Ammo doiralarning nima uchun marhumning meyitini oilasiga topshirmaganligini sababi haqida izohat berolmadi. Shu Abidin Damollamniki bu o'lim sababi nima bo'ldi? Sizlar uqtidimi bu Ahoning saqchilarga turmadikilar? Yo'q, endi qo'ymadi, endi jasadmishna kasal sababidan tugab ketdi dedi. Bu oxirgi mezgillarda duch kelgan salomatlik ahvolida qanday kasalliklar bayqaldi? Manda sen qopolmasiz so'rgan savol qilmas xizmatdan chatnab ketib qoldi. Bo'lsa men sizga nomerini deb bergadim, telefon qilishingiz bo'ladimi? Uning javobidan beram bo'lgan mazkur saqchixonning siyosiy yetakchisi telefonni qo'lga olib, bu tafsilotlarning maxfiyatligini ta'kidladi va bu vaqtdagi telefon ziyoratlariga javob berolmaydiganligini bayon qildi. Bu aniqsak shu nimadan sizlarga berilgandan keyin bu turmaning saqchiga bergandan keyin saqchining oilasiga bermay udil yerda qo'yib yotgan gap bor, to'g'rimi shu? Bu jasadi nima uchun oilasiga berilmaydi? Bu yerda bir zaxmi bo'lganlik uchunmi badanda yoki bu bir jamoat uchun ta'siri cho'ng bo'lganlik uchunmi? Siz nima uchun berilmaydi? Oilasiga berilmasligi sabab nima? Voy. Ha, qanday ahvolingiz yaxshimi? Kim? Siz zidoyan bo'lsa, shundaqmi? Siyosiy yetakchisi saqchixonning. Ha. Bu Abidin Damollamning bu farzandlari, bu oila tobatlari o jasadni qaytarib berishni sizlardan talab qilmadimi? Biz hozir sizdan hech qanday savolingizni javob bermaymiz. Shu hozir shu siz degandek o'zingizniki rashingiz, kimligingiz, xizmat qilishgan har qanday isbot materiallaringiz ko'rmagan asosda biz sizga hech qanday 96 yoshida turmada jon uzgan Abidin Damollamning Amerikadagi navrisi Mariya Mamatning bayon qilishicha, marhum Xitoyning atalmış madaniyat zo'r inqilobi davrida og'ir kurashga tortilgandan boshqa 1990-yillarda Uyg'ur rayonining har qanday bir yerda qarshilik harakati yuz bersa, u shu voqeaga chetishlik deb qarilib, ko'p qatam so'roq qilingan va qamoqda yotgan. Abidin Damollam dadamiz madaniyat inqilobi davrida diniy unsur degan nom bilan qattiq beban qilishga uchragan. Keyingi davrlarda mahalla masjidiniki, ashu Xayroq masjidniki imomi bo'lib, bu jarayonda 30 yil imomlik qilgan. Ham bu jarayonda shu butun kishilarni yaxshi yo'lga yetaklab, diniy darslarni berib, bolalarni tarbiyalab kelgan. Keyin 2017-yili 5-oyda shu Xitoyningki yolg'on tuhmatlari bilan bu Xitoy qamoqqa olgan. Ma'lum bo'lishicha, uning imomatchilik va mudarrislik qilgan, ya'ni diniy ustozlik qilgan normal diniy hayoti emas, uning doktorxonada yotgan kasal oltimi Xitoyning davlat bexatarligi tahdid deb qaralgan. Voy? Ama ustuna saqchixonami? Ha, shundoq. Ma turmada tugab ketgan Abidin Damollamni siz ko'rganmi? Siz ko'rgan odammi? Ha, men ko'rganman, men tuniyman. Sizning ana oxirgi qitim ko'rgan vaqtingiz qachon? Bu ismini qamab. Qamoqda ko'rdingizmi, jamiyatda ko'rdingizmi? Ko'rgan vaqtingiz. Hal bo'lib qoldi, tuzuk vaqtim ismini qamab qo'ydim. Shu tutquni borgan chog'da siz bordingizmi, emasmi? Yo'q, men bormadim. Siz bormidingiz? Kim bordi asosida? Tutquni borgan kim? Qaysi saqchi bordi? Bu ismi yo'q, kim kirdi? Sizga maxsus doklad berildimi va berilmadimi shu Damollamning delosidan? Bu ay turib chiqqan ketmayotganlar doklad berdim, ona bizning bolaga berdi bu. Növbət Xitayning mamlakatlik sud hukmnomalari tor betida saqlanib turayotgan bir hukmnomada bayon qilinishicha, bu 2018-yili lagerdagi mezgilda og'rib qolganda, lager sirtidagi bir doktorxonada 50 kuncha davolanishiga yo'l qo'yilgan. 2019-yilga kelganda marhumning shu qatimliq davolanishiga yo'l qo'ygan Xitoy amaldor Son Keysay xizmatda mas'uliyatsizlik qilish bilan ayblanib jazolangan. Bu jazo hukmida yana sharhlanishicha, Abidin Damollam shu sirtda davolangan 50 kun ichida ko'p sonda xatarli kishilar bilan aloqalashib, davlat bexatarlikka ziyon yetkazgan. Mariya Mamat xonim bu vaqtdagi savolimizga bergan yozma javobida marhum davolanayotgan mezgilda faqat burungi toliblarining milliy qoida usul bo'yicha uni yo'qlagan bo'lish mumkinligini, mush yo'qlanishning Xitoyni bearam qilganligini ilgari surdi. Atışdagi aloqador saqchilar Abidin Damollam davolanayotgan mezgilda ko'rishgan kishilarning kim ekanligi haqidagi savolimizga javob bermadi. Bu Abidin Damollam burun davolanayotgan vaqtida bir turkum kishilar bilan aloqa qilishdi ekan. Bu davlat bexatarligiga xatar
yetkizdi deb qaralgan. Shu kishilar kim o? Hocamlar kapılmaya aşağıdan telefon kısallar. O'zining burun talibdir degan gap bor bu. Biz məxfiyyətini desək olmaydı, abi kapılmaya Ma Abidin Damullamilik davolanayotgan vaqtida ko'rashga odamlar kimlar? Kim odamlar shu? Aloqlashgan. Ya bizdeki hocamın tılsın numarını öpürey. Ayş kapılmaya edem tılsın so'rab bakalım biz məxfiyyətini desək olmaydı ba'zi işlarni. Ular shu bu milliy urf-odat bo'yicha mana yo'qlab kelgan gapkan qo'ygansa. Ular hozir shu tarbiyalashda yoki turmudimi yaqinda? Bizni to'g'ri tushuning. Ba'zan gap so'zni desək olmaydı. Mazkur hukmnomada diniy asabiylikning targ'ibotchisi va nuqtalik tarbiyalash va o'zgartish obyekti deb tilga ilingan Abidin Damullam turmada jon uzgandan keyin uning meyitimi davlat bexatarlikka xavf deb qaralgan. Shu uning meyiti oilasiga qaytarilmayli qolmasdan marhumning oilasining o'lim marosimi o'tkazishiga yo'l qo'yilmagan va musibatli oila va mahalla soqchi xodimlari tarafidan 3 haftagacha nazorat qilingan. Voy. Ha, asojangmi? Ha. Qanday bolangiz yaxshimi? Yaxshi. Sizmish Abidin Damullamning qorosini nazorat qilishga mas'ul bo'libsiz, shundaqmi? Shundaroq. Hozir qandayroq bu oilasining kayfiyati? Endi shunday to'liq javob beraman. Agar nima qilsam shu hamkorlik tekshirishga kelganim bormi? Menlarning boshqa javob berolmayman. Aniqman javob beraman. Nazorat qilyapsiz, ammo deb bermaysiz nima qilayotganligingizni. Shunday. Bu qanday bu norozilik bildiryaptamda bu meyitning berilmaganiga? Qanday ularning kayfiyati qanday hozir? O'rnima deb bermaysiz, shundaqmi? Uy kirib chiqayotgan patishlar bormi? Yo'q, unday yo'q. Onda shu nazar o'tkazishga bo'lmaydi. Bu diniy qoida usul bo'yicha uzatishga bo'lmaydi degan gapmi? Ma yeringizdagi boshqa soqchiga bering. Sizdan boshqasiga bering unda istalib. Bermayman, soqchidan men bor. Hozir bu odam tiyab ketgan hozir 3 hafta o'tdi, yana 3 haftadan beri yana shu damlashayotgan gapmi bu nazorat? Kechiringni ashlig'im javob berdim yo'q hozir. Yuqorqi sud hukmida Abidin Damullamning davolanishiga yo'l qo'ygan Xitoy amaldorining 2001-yildan 2018-yilga qadar 30 qitimdan ortiq jami 3 million atrofida fariyganligi faktlar bilan qayd qilingan. Bu ishlardan ma'lum bo'lishicha, Abidin Damullamning tirikimi, kasal holatimi va meyitimi davlat bexatarlikka tahdid deb sanalgan bo'lsa, xiyonatchi Xitoy amaldor Sun Kaysay faqat davlatning irqiy qirg'inchilik siyosatini ijro qilishda azroq passiblik qilgan chog'da yarmas va gunohkor deb qaralgan.